ishonch tilagan holda Olma oziq-ovqatlar savdo markazini, savdo tarmoqlarini navbatdagi ochilish marosimiga xush kelibsiz deya sizlarga ta'zimlar bildiramiz. O'zbekistonning har bir tuman va shaharlarida muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotgan, hozirda vodiy viloyatlari bo'ylab ham aholiga qulaylik yaratish maqsadida o'z savdo shoxobchalarini tashkil qilayotgan Olma oziq-ovqatlar tarmog'i ochilish marosimiga xush kelibsizlar azizlar. Do'konimizda barcha imkoniyatlar mavjud sizlar uchun aziz xaridorlar. Do'konimiz 24 ga 7 rejimida ishlaydi. Xaridorlarimiz uchun barcha qulayliklar mavjud. Cheklangan va savdomizni taqsimlayotgan hurmatli onajonlar, otajonlar, sizlar uchun, ya'ni nafaqaxo'rlar uchun ham maxsus chegirmalarimiz, 5 oylik chegirmalar bor. Haftaning barcha kunlari dushanbadan yakshanbagacha soat 8:00 dan 12:00 gacha amal qiladi. Chegirma faqat nafaqaxo'rlik guvohnomasini ko'rsatgan xaridorlarga taqdim etiladi. Chegirma barcha mahsulotlarga tatbiq etiladi, biroq aksiyadagi alkogolli va tamaki mahsulotlari bundan mustasno. Azizlar, sizlarga sifatli hamyonbop oziq-ovqat mahsulotlari kerak bo'lsa, do'konimizga tashrif buyuring. Vaqt bu pul. Vaqtingizni ham, naqdingizni. Aziz bolajonlar, sizlar uchun, sizlarning ko'ngillarni olish uchun, ko'ngilli, maroqli hordiq chiqarishinglar uchun tashrif buyuringlar. Birgalashib atroflarda o'ynaymiz, tushundikmi? Va sizlardan iltimos qilamiz, bolajonlarimizga ehtiyot bo'lamiz. Do'konimiz katta yo'lni bo'yida turibdi, harakatga xalaqit bermaymiz. Ichkariroqqa kirib olasizlar bolajonlar. Va hozir taqdim etilayotgan imkoniyatlarimizdan 150 ming so'mdan yuqori summada xarid qilgan, mahsulotni xarid qilgan xaridorlarimizga tanlov yo'li bilan sovrin televizor sovg'a qilamiz. Televizor YouTube olish uchun marhamat kiring do'konimizga. Sifatli hamyonbop oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qiling va sovrin sohibi bo'ling. Va turli xil katta kichik yutuqlarimiz bor. Bularni ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Mana hammalar buning uchun keldinglar. Chiroyli do'konimiz ochilyapti. Bunda juda ham chiroyli qulayliklarimiz mavjud. Sizlarga qiziqarli savollar beraman. Javob berasizmi? Avval bitta o'ynab olamiz, keyin savol-javoblarga navbatni beramiz. Marhamat, bitta o'ynab olamiz. Zo'r musiqa qo'yamiz. Onajonlar, salom kelinglar. Savdo do'konimizga lutfan taklif etishdan 150 mingdan ortiq xarid qilgan xaridorlarimiz uchun maxsus sovrinimiz televizor YouTube'ni yutib olishingizni tilakdoshimiz. Marhamat kiring, savdongizni amalga oshiring va YouTube sohibi bo'ling. Va katta kichik sovg'alarimiz ham sizlarni kutyapti. Sifatli va hamyonbop mahsulotlar kerak bo'lsa, marhamat tashrif buyurishingiz mumkin. Va navbatni qiziqarli savollarga beramiz. Yaqinroq kelib olasizlar, menga javob bergan insonlarga sovg'alarimiz bor. Onajonlar, sizlar yaqinroq kelib olinglar. Kelinglar. Kelinglar bolajonlar. Savol-javob bersa sovg'amiz bor. Tayyormizmi? Faqat to'polon qilamiz, bittadan javob beramiz. Kutamiz. Inson tanasidagi eng katta organ qaysi? Savol tanasidagi eng katta organ qaysi? Birinchisi teri, jigar, o'pka. Birinchi savolga mana shu o'g'limiz to'g'ri javob berdi.
Meni oldimda turuvdi. Sovg'amizni taqdim qilamiz. To'xtang, bunaqa sizlarning aytib qo'yganlarni pastga tushib olamiz. Meni oldimga sizlar xalaq qilsin, bolajonlar. Endi eshitamiz, bolajonlar. İnson nafas olish uchun qaysi gaz eng zarur? Kislorod, azot. To'xtang, men savolimni eshitmadingizlar sizlar. Eshitmadinglar. Pastga tushib olamiz. İnson nafas olish uchun qaysi gaz zarur? Kislorod, to'g'ri. Pastga tushib olinglar, bolajonlar. Mana shu savolimiz javobini mana shu qora futbolkadagi bolamiz topdi. Bolajonlar, mana maza qilib o'ynab oldik. Endi navbatni qiziqarli o'yinga beramiz. Endi boshqalarga yetish kerak. To'g'rimi o'g'lim? Chunki sovg'a hammaga yetish kerak. Qani bir qator bo'lib turib olamiz o'g'il bolalar. O'g'il bolalar, bir 10 taringizdan xarid qiling va televizor sohibi bo'ling. Ma'lum vaqtdan keyin yutug'imiz o'ynaladi. Ungacha kelib xarid qilamiz va o'yinlarda ishtirok etamiz. Bolajonlar, bir qator qilamiz qizlar. Bizlar 1 2 3 boshladik. Anasını yarım hadi hadi gel gel bizlerin diyeceğim. Hadi gel bir şey içelim ben de bizlerin diyeceğim. Katıla katıla sözüne geçir ama dugarına gelir istese bir anda gelir başkalara karama sen adına sorama sakla uzun yarama şu gezin karada yıkılamadı arada sen adına sorama sakla uzun yarama Navbatdagi bosqichimizga o'tamiz. Endi o'yinimizga pastga tushib bolajonlar hojonlarimiz o'ynashadi. Onajonlar savol beraman, sizlar javob berasizlar. Tayyormizmi? Onalarimiz javob berishadi, bolalar sizlar tomosha qilib turasizlar, olqishlab turasizlar. Onajonlar, eshitamiz. Bu hammamiz yoshligimizda, hammamizni qalbimizni hayajonga keltirgan qo'shiq haqida. Qo'shiqqa ko'ra bir rassom bir aktrisani sevib qoladi va o'z uyini, kvartiralarini sotib, unga juda ko'p miqdorda bir narsa sotib oladi. Endi siz o'sha rassom nima sotib olganligini aytingchi. Nima sotib oladi, onajonlar? Bu qo'shiq hammamizni qalblarimizni yo'q, yaxshilab o'ylaymiz. Eng mashhur qo'shiq onajonlarimiz, Rusiya zabon onajonlarimiz ham bor ekan, marhamat javob beramiz. Yo'q. Qo'shiqqa ko'ra eshitamiz. Qo'shiqqa ko'ra bir rassom bir aktrisani sevib qoladi va o'z uyini, kvartiralarini sotib, unga juda ko'p miqdorda bir narsa sotib oladi. Endi siz o'sha rassom nima sotib olganligini aytingchi. Yo'q, bolajonlar, sizlar bilmaysizlar. Sizlar bilmaysizlar, uni katta avlod biladi, kattalar. Nima sotib oladi? Juda ham ko'p miqdorda o'zini uylarini, chizgan rasmlarini sotib oladi. Mashhur qo'shig'imiz, hammamiz yaxshi ko'rgan qo'shig'imiz. Yo'q. Hammamiz onajonlar, boring javob. Yo'q. Qanaqa gul? Atirgul, to'g'ri. Pastga tushamiz. Siz aytganingiz, bola boshqa savol, boshqa javob berdingiz. Hammamiz bitta eshitamiz. Qo'shiq bitta eshitamiz. Esladinglarmi, onajonlar? Hammamiz mazza qilib, miriqib tomosha qilganmiz va eshitganmiz. Endi savolimiz yana davom etadi. Eshitamiz.
O'zbekiston Respublikasida u ko'pi bilan 45 gradus burchak ostida va yerdan kamida 2,5 metr balandlikda turishi kerak. U nima? Past javob bersizlar, bir savol. Pastga tushamiz. Yo'q, pastga tushamiz. Sizlarchi shoshilib javob berasizlar, gap savolni tushunmay javob berasizlar, bolalarim. Hamma kattalar eshitamiz. Sizlar javob beringlar. Ular dunyoda 3996 tani tashkil etadi. Har yili ulardan 14 tasi yo'qolib ketyapti. U nima? Yo'q. To'g'ri javob. Mana shu qizimiz to'g'ri javob berdi. Dunyoda 3996 ta til mavjud. Ulardan har yili 14 tasi yo'qolib ketyapti. Mana shu qizimizga ham atalgan sovg'amizni berib qo'yamiz. Marhamat, qabul qilib olasiz. Rahmat hammalarga va mana shu joyda bizni tomosha qilib o'tirgan, qimmatli vaqtini ayamasdan chiqib, mana shu hoji akamizga sovg'amizni berib qo'yamiz. Keling bittasini bering. Bolalarga bering, undan ko'ra bor. Gözümde halvar yanıma gelme ay bay çiksiz çıray var yüreğine hey kara güzel Çamamda kellen gidip alırsam hey kara gözüm kara gözüm beni geçme Azizlar, mazkur do'konlarimiz Olma savdo tarmoqlari respublikamiz bo'yicha 252-si Andijon shahrida 5-do'konimiz ochilishi va hali yana oldimizda 60 ta do'kon ochilishi reja qilingan. Hammalarga qulaylik yaratish maqsadida sizlarga sifatli hamyonbop mahsulotlar taqdim etamiz. Marhamat, do'konimizga kiring, xaridingizni amalga oshiring. 150 mingdan ortiq savdo qilganlarga televizor yutug'imiz bor. Ma'lum vaqtdan keyin o'ynaladi. Ungacha qolgan kichik yutuqlarimizni yutib olishingiz mumkin. Endi qizaloqlarimizni taklif qilaman. O'g'il bolalar chekka chiqib turasizlar. Qizlar, menga qarang, raqsga tushishga yoshlasizlarmi? Faqat o'g'il bolalar chekka chiqib turasizlar. O'g'il bolaman, yigitman deganlar chaqirib chiqib turadi. Qizlar menga qarab turasizlar. Sular quyib turaman sayroqi qushlar bilan shirin suhbat quraman o'zim kelib erchaman misoli yulduzchaman qo'shiq aytgan shodman shirin qilchaman vaqt uchaman shirin qilchaman Rahmat hammaga. Chunki birinchi chiqqan bolamiz yurak yutib g'olib bo'lgani uchun bu bolaga beramiz. Keyin chiqqan bolamiz jonimizga va kichkintoyimizga. Faqat pastga tushganlar dedim, pastga tushdik endi. Endi keyingi kitlarga tushadiganlar.
Fakat noto'g'ri javob berish kerak. Agar to'g'ri javob bersangiz yutqizib qo'yasiz va sizga sovg'alar beramiz. Hammamiz eshitamiz. Onajonim, ismingiz nima? Noto'g'ri aytasiz. Robot. Yo'q. Boshqacha aytamiz. Onajon, ismingiz nima? Malika. Malika opa. Ot aylanib nimasini topadi? Qozonini. Voy! Noto'g'ri javob beramiz. Joyini. Joyini topadi. Tovuq nima tug'adi? To'q tug'adi. Oltin olma nima ol? Qarg'ishon. To'g'ri javob. Sil bo'lmasa uydagi olma kim? Dadasi yo'q, dadasi. Tashqariga ketganmi? Yaxshi ot qachon chopadi, qachon? Bilaganga chopadi. Qarsak nechta qo'ldan chiqadi? Bitta qo'ldan chiqadi. To'g'ri, bitta qo'ldan juda ham yaxshi qarsak chiqadi. Qozonga yaqin yursang nimasi yuqadi? Oqi yuqadi. To'g'ri javob. Ko'k Jiguli qo'shig'ini kim ijro etgan? Ozodbek. Juda to'g'ri javob berdilar. Ko'k Jiguli qo'shig'ini Ozodbek Nazarbekov Marolga keltirib ijro etgan. Onajonimiz uchun sovg'amizni topshirib qo'yamiz. Onajon, sizga sovg'amiz. Sog' bo'ling. Bahana sevgimiz taqdiri jayda beylana qo'lida bahana sevgimiz taqdiri jayda beylana Hammalarga Allohim quvvat bersin, ota-onalarning baxtiga sog' bo'linglar. Navbat yana savol javoblarga. Hayvon qaysi? Pastga tushamiz. Biz gepard. Gepard soatiga 100 km tezlikka chiqa olar ekan. Canna 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 o isimler yamay canna canna oldu bu canna 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 canna
Yana 15 minut imkoniyat bor, kirib xaridingizni amalga oshiring. Attiga 150 ming so'mlik xarid qilasiz va zo'r sovg'amiz televizor yutib olasiz. Şeyda buldum gözlerimde karasınlar. Islomjon. Bolalar pastga tushib olamiz va onajonlarimizdan mana ko'rib turibsiz televizorimizni, mana shu sizni xarid qilgan mahsulotlaringiz uchun beriladigan imkoniyat emas. Olma savdo tarmoqlari xodimlariga, rahbariyatiga mana shu chiroyli sovg'alarni tashkil qilganligi uchun, hammamizga maroqli xodimni bergani uchun va onamga sovg'alar natijatkorlarni 2 soatdan buyon sizlarni ko'nglingizni olishga qilgan harakatlarimiz uchun hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan mana shu joyda turganingiz uchun, xaridlarni amalga oshirganingiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz va yigitlar menga yordamga kelasizlar. Marhamat 3 marta aylantirasiz. Qo'limizni 1 2 3 marta aylantiramiz va ochib omadli xaridorimizni bir olamiz. Arkasida raqami bor. Muhabbatxon. Sondan 326 970 93 70 26. Muhabbatxon ismli xaridorimizni shu joyda ekan 50lik 970 93 26 raqami bilan Muhabbatxonni televizorni olamiz. Yigitlar marhamat qabul qilasiz sovg'amizni. Ko'rdinglarmi, bizda xolisona aniqlanadi g'olibimiz. Marhamat Muhabbatxon qabul qilamiz. Hammamiz olqishlab qo'yamiz. Orqadagi qizakam Muhabbatxon. Sovg'alar qulluqbasi Muhabbatxon, kutdingizmi shunaqa chiroyli sovg'ani? Kutmaganidingiz, hammamiz ham kutmagandik oramizda ekanligini, chunki ko'p xaridorlarimiz ketib qolishadi. Sizni chin ko'ngildan tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Va sizga shunaqa chiroyli sovg'ani tashkil qilgan savdo tarmog'i xodimlariga, rahbariyatiga minnatdorchilik bildiramiz. Hammamiz olqishlab qarsaklar sarf qo'yamiz. Sovg'alar qulluq bo'lsin. Bolajonlar tegmaymiz. Yigitlar olib kelib ketasizlar. Endi hamma mana shu televizorni yuvamiz, hamma raqsga marhamat. Nishonlaymiz bayramimizni. Menga balanddan kelma, shashma gaping yoqmayapti. Yaxshi qor. Voy mana nima deyapti.